Assalomu alaykum. Obunachilarimiz. Assalomu alaykum hammalarga. Pechkalarimiz Andijon ekonom pechkalari. Sizlar uchun yana xizmatdamiz. Pechkalarni chiroyli qilib, go'zal qilib tayyorladik. Xudo xolasa egalariga yetib borishlik uchun. Harun aka, bu obunachilarimiz aka buni arzonlarini so'rayapti aka. Qulayliklarini tushuntirib o'tib aka. Xo'p bo'ladi. Qayerlaridan asosiysi? Tomlari, ichlari. Tomlarimiz 5 likda, ichlarida o'txonalari 5 likda. Keling sizga mana bu full variantini ko'rsatib beraman. Xo'p, bu full variant deganimiz yoni 5 likda bo'ladi. Hamma yo'g'i 5 lik. Va shu eng full variantimiz. O'txonalari ham 5 lik. Kraskali holatda. Eng chiroyli ideal variantda qilingan. Rahbarlar tomonidan hamma yo'g'ini zo'r qilib olib kelgan 5 likda full variantimiz shu. Yonlariga kapalaklar chiqarib qo'yganmiz, qanotcha. Issiqda o'zida ushlab qolishlik. Issiqda o'zida ushlab qolishlikni maqsadimiz g'ish urganda yonidan uriladi. Shu yon boshdan chiqayotgan issiqda ham o'zida ushlab qolishlik. Keyin pechkalarimiz narx-navolarni ham ko'p so'rashyapti ekan. Narxlarga keladigan bo'lsak, pechkalarimiz 1.300.000 so'mdan boshlanadi. Xo'p, qolganlarini aloqaga nomer qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar aytib beramiz narx-navolarini hammasini chiroyli qilib. Yangilik variantimiz 3 lik variantlarda kelgan. 3 lik variantlarimiz yangilik qo'shdik. Oldi avvalgi chiqqan. Bu kichkina variantimizda ham bor. Juda chiroyli qilib ustalarimiz mahorat bilan egallab qilishyapti. O'zingizdan bir chiroyli bu taraflarni obzor qilib bering obunachilarimizga. Har xil variantlardan bor ekan. Har xil variantlarimizdan bor. Zakazga ham olyapmiz. O'zmaylar bilan ham kelishilgan holatda olib borib berishlari bilan, olib berishlari bilan qilib, chiroyli qilib o'zimiz hammasini zo'r qilgan holatda asosiy qulaylik. Xizmatlarimizni ham tushuntirib o'tsangiz aka. Dastavka xizmatlarimiz bizdan pechkani mana shu Andijonda ko'proq olishadigan bo'lsa, shahar territoriyaga dastavkamiz bepul. Rayon taraflarga chiqadigan bo'lsak boshqa, uni kelishiladi. Kelishilgan holatda. Juda arzon qilib beramiz. Obunachilarimiz uchun ham alohida xizmatdamiz. O'zmaylar bilan ham ishlaymiz. O'zmaylar bilan ishlashga kelsak, olib borib chiroyli joylab beramiz. Kraskali holat desa, laklangan holat desa, bez kraska holat desa olib borib beramiz. Kraskamiz aka necha gradusgacha chidaydi aka? Kraskalarimiz 1000 gradusga chidaydi deb olingan. Kafolati bor buni. O't yonganda to'g'ri, sifatini sal o'zgartiryapti. Sifati emas unda ham, rangi o'zgaryapti. Lekin sifati behijolat. Yillik garantiya beramiz. Mana shu pechkalarimiz o'ziga 12 yildan garantiya beramiz 5 liklarimizga. Pechkani o'ziga. Pechkani o'ziga. Pechkalarga. Shu pechkalarimizga 12 yil garantiya. O'zi asli 20 yil desak ham bo'laradi, lekin biz o'zimizni hisobimiz olgan holatda 12 yil garantiya beryapmiz. O 3 lik ko'rsatib o'tdik-ku, shu 3 liklarimizga 5 yil garantiya, 4 yil garantiya beryapmiz. Nimaga? Uni sifati sal yuqoriroq. 4 liklarimizga ham 8 yil, 10 yilgacha garantiya beraveramiz ularga. Harun aka, ko'proq olaman deb o'qituvchilar bo'ladi-yu, kelishadi. 10 olaman, 20 olaman deganlarga bir arzonroq qilib yo'lda qilib beramiz. Ularga boshqacha bonuslarimiz bor. Ular bilan aloqaga chiqaylik, ularga bonuslarimiz zo'rlari bor ularga.